kim bu yerda qor aka dedi. Men aytdim, imomni so'rayapsizmi dedim. Ha, imomni so'rayapman. Hozircha men dedim. Nima gap, nima xizmat dedim. Dadamlarning mazalari bo'lmayotdi, bir Yosin o'qib qo'ysazmi dedim deydi. Men aytdim, men hech bir dam solganlarimni tuzalib ketganini esla olmayman dedim. Shunda normalniy odamlarga boring, o'sha olib boring, dam soldiring dedim. Yo, ulgurmasligimiz mumkin dedi. Og'irmi dedim, ha dedi. Peshingacha ulguramizmi dedim. Men qayerda dedim, falon joyda. Bo'lmasa ketdik peshingacha borib. Borib bir uch etaj, uy, yevro, remont, hammasi chiroyli. Xo'liga kirdik. Bundoq ichkari kirsak, hojatxonani anqib turibdi, hidi sasib turibdi. Endi bu yerga bolalar o'tirgan bo'lsa, navaralar hali qaramadimi, otasi bilan ovora bo'lib deb, endi unga parvo bo'ldim. Ichkari kirdik, yana ichkariga bitta xonaga kiruvdik. Hidga chidab bo'lmaydi, hatto to'nim bilan mashundoq qilishgacha bordim. Dimog' mashundoq. Shunda ham chidab bo'lmayapti. Hech kim yo'q. Mashitni stol dedim, mana o'tiribman. O'tirdim. Auzubillahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin deb sura Fotihani birinchi oyatini o'qib shundoq qani kimga dam solyapman ekan deb bundoq qarasam 7 oy oldin qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak degan odam yotibdi. Ko'zim bilan ko'rganim. Axlatiga qorishib, hamma yog'iga chapalagan, yuzi ko'zi hamma yog'iga chapalab shunaqa jala bo'ron qilib so'kishni boshladi. O'g'illarni so'kyapti, qizlarni, keyin meni ham o'tdi, seni ham onangni palon tugun deb. Men shu o'tiribman, alhamduni qidiryapman, ar-rohmanir-rohim yo'q. Go'yoki Fotihani bilmayman, esdan chiqarganman. Xayolimda yo'q, umuman kelmayapti. U so'kayotibdi, men yig'layapman, alhamduni qidiryapman, ar-rohmanir-rohimni qidiryapman-da. Bir amallab keltirdi Xudo, tilimga bir Yosinni 2 mubinni o'qidimmi, yarim so'kishi og'zidan chiqdi, yarmi ichida qoldi, gup etib bo'lib yordi. Kama ta'ishuna tamutuna kama tamutuna tuhsharuna. Payg'ambar vasallam qandoq yashasang shundoq o'lasan degan. Qandoq o'lsang shundoq tirilasan degan. Ko'chalarda, choyxonalarda ichib o'layotganlarni ko'rmayapsizmi? Eshitmayapsizmi? Yo'llarda avariya bo'lib ichib o'layotganlarni ko'rmayapsizmi? Bir-birlarini pichoqlab o'layotganlarni ko'rmayapsizmi? Hammasini oqibati mana shu. O'limi ham shundoq bo'ladi, qayta qabri ham shundoq bo'ladi, qayta tirilganda ham shundoq bo'ladi. Xudoy taoloni qarangki, qarang, hikmatini qarang. Bosh domina ko'p-ku. Shaharda domina ko'p. Masjidga borsa 2-3 ta noiblari bilan chiqadi. Nimaga menga keltirdi shuncha joydan? O'sha odamni o'g'lini nimaga menga keltirdi? Nimaga meni olib bordi? Mana ko'rgin. Kibr egasini, menga kibr qilgan, meni ibodatimga kibr qilgan bandamni o'z ko'zing bilan ko'rgin. Kelajakda senga shu ibrat bo'lsin, shu hayotingda ibrat bo'lib gapirasan, odamlarga yetkazasan. Qolgan odamlar ham umrini sarflayotgan, o'tkazayotganlar, men qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak degan badbaxtlarga yetkazasan shuni hayotini. O'z ko'zing bilan ko'rgin deb tepasiga olib borib qo'ydi. O'z ko'zim bilan ko'rdim shu narsani.